Gullar uyingizdagi shifokorlar. Sizning uyingizda gullar bormi? Yo'qmi? Demak, siz har kuni energiya, kislorod va tinchlikdan mahrum bo'lyapsiz. Bu so'zlar sizga qattiq tuyuldimi? Unda bu ma'lumotlar sizni hayratda qoldiradi. Gullar bu nafaqat ko'rk, balki tabiiy havo filtridir. NASA tadqiqotiga ko'ra, gullar formaldegid, benzol, amiak kabi toksinlarni havodan yutib oladi. Kislorod ishlab chiqaradi, havoni namlaydi, kun davomida energiyani oshiradi. Aloe vera, sanseviera, pafos kabi gullar havoni toza saqlashda yetakchi deb hisoblanadi. Gullar faqat ayollar uchun deb o'ylasangiz, haqiqat bundoq. Uyda gul saqlash bu interyer masalasi emas, balki tana va ruh sog'lomligini qo'llab-quvvatlashdir. Gullar stressni kamaytiradi, rohatlanuvchi ta'sir beradi, ko'rgazmalik diqqatni oshiradi, depressiyaga qarshi tabiiy chora hisoblanadi. Xodimlari ko'p bo'lgan ofislarda gullar ko'p bo'lishi ish unumdorligini 15% ga oshirishi qayd etilgan. Gul bu nafaqat ko'rk, balki sog'lik, havo va xotirjamlik manbaidir. Har bir uyda 2-3 xil tabiiy gul bo'lishi bu muvozanat va hayot sifatini oshirishga birinchi qadamdir. Gullar sizni gapirmay sevishadi, lekin foydasi juda ham katta. Bu videoni gullarni yaxshi ko'radigan tanishingizga jo'natib qo'ying.